Аңлаватқаныңла Muhammed aleyhisselamның tərcümə hali namlıq əsər. 21. bab Rasulullahның yuşurun dəvətə ötüşü. Peyğəmbər aleyhisselam dinə dəvət qilish işini başladı. Payda ziyan yetkizüş qoludan kelməydigan, butlarga çuqunishdan başqa dini bolmagan xalqlarni Allahqa ibadat qilishga chaqirdi. Ularning butqa çuqunishda ata boğlarımız çuqungan narsalarga çuqunimiz degandan başqa dalillari yo'q edi. Ularda cho'ngchilik, mag'rurlikqa o'xshash narsalar bo'lib, go'zal axloq yo'q edi. Ularning mushundaq manmanligi to'la chog'larda ularning orasida bo'lang-talang, urush-talash, qon to'kilishlarni keltirib chiqaradi. Rasululloh ularga islom dinini olib keldi. Sog'lom aql egalari darhol ishinib, butlarga cho'qinishni tashladi. Mərtəbəlik, hüquqluq kişilər mərtəbəsindən, hüquqidən ayrılıb qalmaslıqını gözləb, İslam dinini qəbul qilishdən baş tortdi. Hakavurluq qildi. İslam dinini birinci bo'lib qəbul qilganlar Xuvaylidning qizi, Peyğəmbər alayhissalamning ayoli Xadicha və tağısının oğlu Ali bo'ldi. Ali Peyğəmbər alayhissalamning tarbiyasida edi. Yemək-içməki yetib qopishimi Rasulullahning qishida edi. Çünki Quraysh qabilasida qahatchilik bo'lgan. Abu Talib kambag'al va bolaliq edi. Payg'ambar alayhissalom tog'asi Abbos ibn Abdulmutallibga qarindishing Abu Talibning jon soni ko'p. Ko'rib turibsanki, u qahatchilikda qoldi. Yur, uning yukini yeneklatayli. Bolalaridan birini sen al, birini men olay deb mingishdi. Abu Talibning yoniga borib talabni o'tirg'a qo'ydi. Abbas Ja'far ibn Abu Talibni oldi. Payg'ambar alayhissalom Alini oldi. Taki u payg'ambar bo'lganga qadar Alini o'z bolalariga o'xshash beqib tarbiyaladi. Bu chaqda Ali balog'at yoshiga yaqinlashgan edi. Hamma ishlarda u Rasulullohga ergashadi. Jahiliyat davridagi butqa cho'qinish, havoyi havasga birlashdek yomon qiliqlar bilan bo'lganmagan edi. Zayd ibn Harisa musulmon bo'ldi. U Payg'ambar alayhissalomning azodgardisi, ya'ni azod qilib etgan quli bo'lib, Muhammadning o'g'li Zayd deb ataladi. Chunki Payg'ambar alayhissalom uni setib olib azod qilgandan keyin bolachilab beqib olgan edi. Arablarning odatida beqib olgan bolami o'z bolasi hisoblanib miras oladi va uningdan miras elinadi. Azad gardisi Zeydga elib bergan Payg'ambar alayhissalomning tarbiya onasi Ummu Aymanmu musulmon bo'ldi. Payg'ambar alayhissalomning oilasining sirtidagilardan dastlab musulmon bo'lgan odam Quraysh qabilasi Bani Tim jamoatidan Abu Bakr ibn Abu Quhafa edi. Abu Bakr Rasulullohning payg'ambar bo'lishdan burungi do'sti edi. U Rasulullohning go'zal axloqli ekanligini biladi va Rasululloh bilan hamsuhbat bo'lgandan tortib Rasulullohning yolg'on so'zlaganini anglamagan edi. Payg'ambar alayhissalom o'zining Allohning payg'ambari bo'lganligini uningga xabar qilganda, u "Sen menga ota-onamdek qimmatlik. Sen rost aytsan. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu annaka rasululloh. Guvohlik beramanki, bir Allohdan boshqa hech iloh yo'q. Sen Allohning barhaq elchisidirsan" dedi. Abu Bakr bo'lsa, Quraysh qabilasi ichida nufuzliq, hurmatlik boy, axloqliq, oliyjanob, saxiy, xalq suyadigan, xush suhbat kishi edi. Shunglashqa u Payg'ambar alayhissalomning vaziri o'rnida bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom hamma ishda uning bilan maslahatlashadi. U Abu Bakr to'g'risida "Men islom diniga da'vat qilgan kishilarimning ichida faqat Abu Bakrlar hech ikkilanmay darhol qabul qildi" degan. Dinga da'vat qilishdek ching ishdan arablarning tasodifiylik his qilib bo'ysunishi qiyin bo'lishidan ansirab, Payg'ambar alayhissalom islom diniga da'vat qilishni maxfiy olib bordi. Payg'ambar alayhissalom o'zi ishonadigan kishilarni dinga da'vat qiladi.
Abu Bakr'mi Quraysh qabilasidagi o'zi ishonadigan kishilarni islom diniga da'vat qildi. Abu Bakrning vositasi bilan musulmon bo'lgan kishilar Quraysh qabilasi Umayya jamiyatidan Osman ibn Affan edi. Osmanning musulmon bo'lganligini uning tag'asi Hakim bilib qilib, Osmanni bog'lab, "Sen ota-buvangning dinini tashlab, yangi dinni qabul qildingmi? Azbiray Xudo, diningdan qaytmoqcha seni hech o'tmayman", dedi. Osman, "Allohning nomi bilan qasamki, islom dinidan hargiz qaytmayman", dedi. Hakim Osmanning dinda chingligini ko'rib, uni qo'yibdi. Bu chaqda Osman yeshi 20 dan oshmagan yigit edi. Yana biri Qurayshlardan Zubayr ibn Avvam edi. Uning onasi Abdul Mutallibning qizi Safiya edi. Zubayrning tag'asi uni islom dinidan qaytarmoqchi bo'lib, bog'lab, uning og'zi burniga istutun qo'yib berdi. Allah uning islom dinida ching turishiga madad berdi. Zubayr bu chaqda emdila balog'atga yetgan yigit edi. Yana biri Quraysh qabilasi Zuhra jamiyatidan Abdurrahman ibn Avf edi. İslamdan burun uning ismi Abdu Amir bo'lib, payg'ambar alayhisalom uningga Abdurrahman deb ot qo'ygan edi. Yana biri Quraysh qabilasi Zuhra jamiyatidan Sa'd ibn Abi Waqqas edi. Sa'dning onasi Abu Sufyan ibn Umayyaning qizi Hamna o'g'lining musulmon bo'lganligini anglab, uningga "Sen diningni o'zgartibsan. Asbiray Xudo, sen Muhammadni inkor qilmoqcha uyga kirmayman, og'zimga giyoh solmayman", dedi. 3 kungacha deganidek qildi. Sa'd Rasulullohning qishig'i kelib, onasining ishidan shikoyat qildi. Alloh taolo bu to'g'rida mono oyatni nozil qildi. İnsonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. Agar ota-onang seni sen bilmaydigan narsani menga shirik qilishga zo'rlasa, ularga itoat qilmagin. Sizlar mening dargohimga qaytib borsizlar. Sizlarga qilmishinglarni aytib beraman. Sura Ankabut 8-oyat. Bu oyatda Allah insonga ota-onang mayli musulmon bo'lsin, mayli kafir bo'lsin, ularga yaxshi muomala qilishing kerak. Ammo ular seni Allohga shirik keltirishga undasa, bosh tortqin, unimag'in deb ta'lim beradi. Chunki bu chaqda ota-onaning haqqi qancha cho'ng bo'lsa-mu, balaning gadanidan saqit bo'ladi. Allohga osilik qilish badaliga maxluqqa itoat qilishga bo'lmaydi. Ondan Allah mundoq deydi: "Mening dargohimga qaytib borsizlar. İman aytib mu'min bo'lganlaringlarni mukofotlayman. Shirk keltirib mushrik bo'lganlaringlarni jazolayman." Bu oyatning oxirida birinchisi jazo berish Allohning ilkida ekanligidan, bala ota-onasining Allohga shirik keltirish bilan solgan jafosini ko'ngliga olmaslik kerakligidan, ikkinchisi oxiratda jazoga tortilmaslik uchun dinda ching turishga rag'batlantirishdan iborat ikki foydali mazmun qistirilgan. Quraysh qabilasi Tim jamiyatidan Talha ibn Ubaydullohmi dastlabda musulmon bo'lganlardan edi. Ular payg'ambar alayhisalomning ismini va sifatini burun rohiblardan anglagan edi. Abu Bakr ularni dinga da'vat qilganda, ular Rasulullohning foydali so'zlarini anglab, islom dinining puxta va arab jamiyatidagi nuqsonlardan xoli din ekanligini tunib, islom dinini darhol qabul qildi. Azod qilingan Rumluq qul Suhayb va Ammar ibn Yasirlarmi burun musulmon bo'lganlardan edi. Ammar 5 qul, 2 ayol va Abu Bakrning musulmon bo'lib, payg'ambar alayhisalomga ergashganligini ko'rdim degan. Ammarning otasi Yasir va onasi Sumayyami burun musulmon bo'lgan. Abdullah ibn Mas'udmi burun musulmon bo'lganlardan edi. U Quraysh qabilasidagi mushriklardan birining qo'yini boqatdi.
Payg'ambar alayhissalomning shonliq mo'jizalari va tashabbus qilgan go'zal axloqlarini ko'rib, botqa cho'qinishni tashlab, Payg'ambar alayhissalomga ergashib musulmon bo'ldi. U Payg'ambar alayhissalomning huzuriga doim degudek bahuzur kirib turadi. Payg'ambar alayhissalomning oldida mang'atdi. Rasululloh yuyinsa dalda bo'lib beradi. Uxlasa uyg'otadi. Tursa oyog'ini kiydirib qo'yadi. G'affar qabilasidan Abu Zarmo dastlab musulmon bo'lganlardan edi. Abu Zar sahroliq bo'lib, notiq va shirin so'zlik edi. U Rasulullohning xabarini anglab, qarindishiga "Ulug'ingni mingin, Makkaga berib, o'zini osmondan vahiy keladigan payg'ambar deb hisoblaydigan odam bilan ko'rishib, uning so'zini anglab, bu haqda menga ma'lumot olib kel" dedi. Qarindishi Makkaga keldi. Payg'ambar alayhissalomning so'zini anglab, qaytib berib, Abu Zarga "Payg'ambar go'zal axloqlarga buyuriydi ekan, shundoq so'zlarini qiladi ekanki, she'rga o'xshamaydi" dedi. Abu Zar "Meni qanoatlantirolmading" dedi-da, uzoq va bir to'lim suv elib, otlanib Makkaga yetib keldi. Masjidga borib, Payg'ambar alayhissalomni izladi. U Payg'ambar alayhissalomni tanimaydi. Boshqalardan so'rashdan tortindi. Chunki Payg'ambar alayhissalom bilan so'zlashganlarni Quraysh mushriklarining yomon ko'radiganligini biladi. Kech kirganda Ali uni ko'rib, musofir ekanligini bilib, uyiga boshlab berib mehmon qildi. Bir-biridan biror narsa to'g'risida so'rashmadi. Arablarning mehmon kutish qoidasi bo'yicha 3 kungacha mehmondan uning kelish sababini so'ramaydi. Abu Zar atisi atiganda to'limni va uzuqini ilib masjidga keldi. Atisi kechgacha masjidda turdi. Payg'ambar alayhissalom uni ko'rmadi. Kech kirganda Abu Zar burunqi tushgan joyiga qaytib keldi. Ali Abu Zarning yoniga kelib, "Seni tunugun mehmon qilgan uyimga kelib boray" deb uni o'zi bilan birga elib ketdi. Bir-biri bilan gaplashmadi. 3-chi kunimi yuqorqidek o'tdi. Ali Abu Zarga "Kelish sababingni aytib bergin" dedi. Abu Zar "Menga yo'l ko'rsatishga va'da bersang aytaman" dedi. Ali va'da bergandan keyin nimishqa kelganligini aytib berdi. Ali Muhammad alayhissalom Rasululloh Allohning payg'ambari. Atiganda menga agishmang. Agar sana xavf etadigan biror ishni ko'rsam, hojat qilgan bo'lib turib olaman. Mangsam men kirgan yergacha agish mengaver dedi. Abu Zar atiganda Alining orqasidan minib, Payg'ambar alayhissalomning huzuriga kirdi va Payg'ambar alayhissalomning so'zini anglab, shu yerdala musulmon bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom uningga qaytib berib, "Sana buyruqim yetguncha qavminga ahvolni yetkazib dedi. Abu Zar "Alloh bilan qasamki, musulmonchilikni qavmim orasida ashkaracha qarlayman" dedi. Abu Zar chiqib masjidga kelib, "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan Rasululloh" deb yuqori ovoz bilan to'ladi. Mushriklar kelib Abu Zarni urib yiqitib qo'ydi. Abbas kelib uning ustiga tashlanib, "La'natgardilar, Abu Zarning G'ifar qabilasidan ekanligini bilmamsizlar? Sizlarning Shamga boradigan savdo yo'linglar G'ifar qabilasidan o'tadi" deb Abu Zarni ulardan qutuldirib oldi. Abu Zar atisi yana shunday qildi. Mushriklar uni yana urishdi, hujum qilishdi. Abbas yana uning ustiga tashlanib, uni qutqizib oldi. Abu Zar rost so'zlik, tamasiz odam edi. Quraysh qabilasidan Sa'd ibn Zayd va uning ayoli Xattobning qizi, Umarning hamshirasi Fatima va Abbas ibn Abdul Mutallibning ayoli Ummul Fazli Lubaba va Payg'ambar alayhissalomning tog'asining o'g'li Ubayda ibn Haris ibn Abdul Mutallib ibn Hashim va Payg'ambar alayhissalomning hammasining o'g'li
Quraysh qabilasi Maqsum jamiyatidan Abu Salama, Quraysh qabilasidan Osman ibn Mas'un al-Jumayhi va uning ikki qarindoshi Qudama Abdullah, Quraysh qabilasidan Arqam ibn Abu Arqam qatorliqlarmi dastlab musulmon bo'lganlardan edi. Quraysh qabilasi Umaviy avlodidan Xolid ibn Sa'dmi eng dastlab musulmon bo'lganlardan edi. Uning otasi Quraysh qabilasining kattabashi edi. U salli yugursa, uningga hurmat yuzasidan Quraysh qabilasidan hech kim salli yugurmaydi. Xolid tushida bir hanga tushib ketdi. Rasululloh uni qutqizib oldi. Shuning bilan Xolid payg'ambar alayhisolamning oldiga kelib, "Ey Muhammad, sen nimaga da'vat qilasan?" deb so'raydi. Payg'ambar alayhisolam, "Seni hech qanday shirik yo'q, yolg'iz bir Allohga ibodat qilishqa, anglamaydigan, ko'rmaydigan, foyda ziyon yetkazolmaydigan butqa cho'qinishni tashlashga da'vat qilaman. Ota-onangga yaxshilik qilishqa, kambag'allikdan qo'rqib balangni o'ltirmaslikka, mayli ashkara, mayli yushurin bo'lsin, yomon ishlarni qilmaslikka da'vat qilaman. Nahaq odam o'ltirmaslikka, yetimlarning malini nahaq yemaslikka, jang tarozilarni to'g'ri qilishga da'vat qilaman. Urug' tuqqanlaringning zinaga hukm qilishga to'g'ri kelsimi, odil bo'lishqa, va'daga vafo qilishga da'vat qilaman" dedi. Shuning bilan Xolid musulmon bo'ldi. Bu chaqda Xolidning otasi xafa bo'lib, uningga azor yetkazdi. Hatto tamoq bermadi. Xolid payg'ambar alayhisolamning qishig'i berib, uning bilan birga yashadi. Otasidan yushirinib Makka atrofida yurdi. Arqadilla Xolidning qarindoshi Amr ibn Sa'd musulmon bo'ldi. Shunda qilib yuqoridagi buyuk zotlar islom dinini qabul qildi. Payg'ambar alayhisolamda ularni zo'rlab musulmon qiladigan qurol, kuch yo'q edi. Yoki ularni ota-ona, mol-mulklarini tashlab o'tishga qiziqtirgudek narsami yo'q edi. Balki ularning to'lisi Abu Bakr, Umar, Osman, Xolid ibn Sa'd va boshqalarga o'xshash boy kishilar bo'lib, payg'ambar alayhisolamga qaraganda pul mali ko'p edi. Payg'ambar alayhisolamga ergashgan qullar bo'lsa, musulmon bo'lib, azor kulpat, ochliq va jafo mushaqqatni tanladi. Agar ular xo'jayinlarga ergashgan bo'lsa, bu dunyoda xotirjam va bayashatroq yashagan bo'lar edi. Ular faqatla Allohning hidoyat qilishi, islom nurining dillarini yuritishi orqasida o'zlarining noto'g'ri yo'lda ekanligini, payg'ambar alayhisolamning yo'lining to'g'riligini tushunib musulmon bo'ldi. 22-bob Rasulullohning ashkora da'vatga o'tishi. Yuqorqi muddat ichida payg'ambar alayhisalom Qurayshning umumiy yig'inlarida ashkora da'vat olib bormadi. Musulmonlar Quraysh mushriklarining qarshiligidan qo'rqib, ashkora ibodat qilishga petinolmadi. Ibodat qilmoqchi bo'lganlar Makkaning tog' oralariga borib, yushurin namoz o'taydi. Musulmonlarning soni 30 dan oshganda payg'ambar alayhisalomning ular bilan bir yerga yig'ilib, ularni yetaklashi va ularga diniy ishlarni o'rgatishi zarur bo'lib qoldi. Buning uchun Arqam ibn Abu Arqamning qo'rosini tanladi. Arqam islom dinini dastlab qabul qiluvchilardan biri edi. Payg'ambar alayhisalom Sura Hijrdagi "Sana qilingan buyruqni ochiq ashkora o'ttirg'i qo'yg'in, mushriklarga parvo qilmag'in" degan oyat nozil bo'lguncha maxfiy da'vat olib borgan edi. Bu oyat nozil bo'lgandan keyin Allohning buyrug'i bo'yicha Allohning va'dasiga ishonib va yordamiga tayinib yushurin da'vatdan ashkora da'vatga o'tdi. Payg'ambar alayhisalom Safa tog'iga chiqib, "Hey Pehr jamoati, hey Adi jamoati" deb butun Quraysh oymoqlarini chaqirdi. Kelolmaganlar ahvolni o'qib kelish uchun vakil avatdi. Quraysh xalqi yig'ildi. Ularning ichida Abu Lahab ibn Abdul Muttalib bor edi. Payg'ambar alayhisalom ularga, "Qaranglar, agar men sizlarga tog' orqasida otliq qo'shin bor, Makkaga hujum qilmoqchi desam, meni tasdiqlamsizlar, menga ishonamsizlar?" dedi. Ular, "Ha, ishonamiz. Chunki sening yolg'on so'zligingni anglaganimiz yo'q" dedi.
Payg'ambar alayhissalom: "Men sizlarni Allohning qattiq azobidan ogohlantiradigan payg'ambarman" dedi. Abu Lahab: "O'lgur, bizni mushi ish uchun yig'dingmi?" dedi. Allah Abu Lahab to'g'risida: Abu Lahabning ikki qo'li qurib ketsin. O cho'qim qurib ketadi. Mol mulki va erishgan narsalari uningga asqatmadi. U lavuldab turgan do'zaxga kirdi. Uning o'tin to'shig'uvchi xotinimi lavuldab turgan do'zaxga kirdi. Xotinining bo'ynida pishiq arg'amchi bo'ladi degan Tabbat surasini nozil qildi. Bu yerdagi o'tin to'shish degan so'zda Abu Lahabning ayolining suxanchiligi ko'zda tutiladi. Chunki u ayollar yig'ilgan joylarda Payg'ambar alayhissalom haqida yolg'on yovdoqlarni to'qiydi. Ondan Allah Sura Shuaradagi bu oyatni nozil qildi. Yaqin tuqqanlaringni ogohlantirgin. Sana ergashgan mu'minlarga muloyim bo'lgin. Agar ular sana osilik qilsa, sizlarning qilmishinglar bilan haqiqatan mening hech qanday aloqam yo'q degin. Sura Shuara 214, 215, 216 oyatlar. Payg'ambar alayhissalom xish aqrabolarini yig'ib, ularga elchi degan o'z odamlariga yolg'on so'zlamaydi. Allah bilan qasamki, men muboda boshqalarga yolg'on so'zlagan taqdirdimi, sizlarga yolg'on so'zlamayman. Boshqalarni oldigan taqdirdimi, sizlarni oldimayman. Yakki yegona bir Allah bilan qasamki, men butun insonlarga bo'libmi sizlarga Allohning avatgan elchisi. Allah bilan qasamki, uxlagandek o'lisizlar, o'yg'ongandek tirilisizlar. Qilmishinglardan hisob berisizlar. Yaxshiliginglar uchun mukofotlanisizlar, yomonliginglar uchun jazolanisizlar. Qarorgohinglar abadiy jannat bo'ladi yoki abadiy do'zax bo'ladi dedi. Yig'ilganlardan Payg'ambar alayhisalomning ashaddiy dushmani Abu Lahabdan boshqasi yumshoq gap qildi. Abu Lahab bo'lsa, Muhammadga butun arab xalqi qarshi qo'zg'alishdan ilgari uni to'sishinglar kerak. Muhammadni arablarga topshirsanglar, kamsitilgan bo'lasizlar. Topshirmasanglar, arab xalqi sizlarga urush ochadi dedi. Abu Talib qo'pib, Alloh bilan qasamki, hayotli bo'lsak Muhammadni himoya qilamiz dedi. Shuning bilan kishilar tarqalib ketdi. Rasululloh dinga ashkora da'vat qilishga boshlagandan keyin Quraysh xalqi har bir yig'ilishgan vaqtlarida uni masxara qilishadi. Payg'ambar alayhissalom ularning yenidan o'tganda, ular bu Abu Kabashaning o'g'li osmondan so'zlaydi degandan boshqa gapni qilishmaydi. Payg'ambar alayhissalom ularning butlarini aybladi. O'zlarini nodon deb qaradi. Hamda ularga Alloh bilan qasamki, hay xalq, sizlar buvanglar Ibrohimning diniga xiloflik qilyapsizlar dedi. Mana shu chog'dalar ular ota-bobolari cho'qinib kelgan butlari uchun qizg'anib, ularning kallasida jahiliyatning qiziqqonligi qo'zg'aldi. Shuning bilan ular Muhammad alayhissalomni dushmanlaridan qo'g'dashni ustiga olgan tog'asi Abu Talibning yoniga berib, uningdan Muhammadni qo'g'damaslikni yoki uning diniga da'vat qilishini to'sishni talab qildi. Abu Talib ularni chiroyli gap bilan qaytardi. Payg'ambar alayhissalom da'vat qilishni bemalol davomlashtirdi. Da'vati kun sari kuchaydi. Quraysh xalqi Payg'ambar alayhissalomga ko'nglida o'chmanlik saqlaydi. Bir-birini uning bilan dushmanlashishga kuch ko'rsatdi. Ular Abu Talibning qishig'i berib, sen bizning ichimizda obro'yliq, nopuzliq odam. Biz sendan qarindishingning o'g'lini to'sishni talab qildik. Sen uni to'smading. Biz uning ota-bobolarimizni tillashiga, bizni nodon deb qarashiga, ilahlarimizni ayiblashiga chidab tura olmaymiz deydi. Mushriklar islom dinini e'tirof qilmaslikda ching turib raddiya bersa, Payg'ambar alayhissalom ularni ishlatish uchun yaratilgan aqlni ishlatmaganliklari uchun ayblaydi. Ulug' Allah Qur'on Karimda har qachon mushriklarga Allah nazil qilgan narsaga ergashinglar deyilsa, ular yo'q,
ota-bobolarımızdan qolgan narsaga agishimiz deyishidi. Ota-bobolari hech narsani tushunmagan va to'g'ri yo'lda bo'lmagan tursa, yana shularga agishamdi. Sura Baqar 170-oyat. Allah yana mundaq degan. Ularga Allah nazil qilgan hukmga, payg'ambar bayon qilgan hukmga amal qilinglar deyilsa, ularning ota-bobolari hech narsa bilmaydigan va hidoyat topmagan tursa-mu, ular ota-bobolarimizning dini bizga kifoya deydi. Sura Maida 104-oyat. Allah yana mundaq deydi. Agar ularga Allah nazil qilgan Qur'onga agishinglar deyilsa, ular yo'q, biz ota-bobolarimizning diniga agishamiz deydi. Shayton ularni do'zax azobiga chaqirgan tursa-mu, shundoq demdi. Sura Luqman 21-oyat. Allah Taala Qur'oni Karimda mutaassiblikda va tirsolikda mushriklarning mazkur so'zining burunqi mushriklarning so'ziga o'xshaydiganligini ko'rsatib, mundaq degan. U payg'ambar o'z qavmiga ota-bobonglar e'tiqod qilib kelgan dinga qaraganda eng to'g'ri bir dinni elib kelgan tursam, yanala ota-bobonglarga agishamsizlar deganda, ular biz sizlarga avatilgan dinga ishonmaymiz deyishdi. Sura Zuhruf 24-oyat. Ularning ota-bobolariga taqlid qilishda ching turib olganligi ota-bobolarining aqlsizlik va gumrohlikda ayblanishiga sabab bo'ldi. Bunun bilan ularning o'g'isi qaynab Abu Talibga Muhammadning yangi dinga da'vat qilishini to'sishing kerak. Unda qilmaydi ekansan, Muhammad bilan sen bir taraf, biz bir taraf bo'lib, toki ikki tarafning biri halok bo'lguncha urushimiz deb qaytib ketishdi. Abu Talibga xalqdan ayrilish ig'ir keldi. Qarindishining o'g'li payg'ambar alayhisalomni tashlab o'tishga-mu ko'ngli unamadi. Shuning bilan u payg'ambar alayhisalomga: "Hey qarindishimning o'g'li, menga xalq kelib mono so'zlarni qildi. O'zingni qutqizgan. Meni qo'limdan kelmaydigan ishga zo'rlama" dedi. Payg'ambar alayhisalom tog'asining yordam bermaydiganligini o'ylab: "Ey tog'a, Allah bilan qasamki, bu ishni tashlashim uchun o'ng qo'limga quyoshni, sol qo'limga oyni tutqizsam-u, toki Allah bu ishni ustunlikka erishtirmaguncha yoki shu yo'lda o'zim halok bo'lmaguncha bu ishni tashlay olmayman" dedi-da, yig'laganicha orqasiga buraldi. Abu Talib: "Hey qarindishimning o'g'li, qara" dedi. Payg'ambar alayhisalom qaradi. Abu Talib uningga: "Barg'in, xohlaganingni davagin. Allah bilan qasamki, seni ularga topshirmayman" dedi. Bu qism mush yerda oxirlashdi. Diqqatinglar keyingi qismda bo'lsin.